Korkmanglar ballarım. Ben ulanı korkutup koydum. Eytinglarcha, nemişki bundaq külüsler? Ben boğa. Ben boğa mengiz çıktı, beşiği küçük iki tane mengiz çıktı. Buğu yeşiği toşqanı müngiz çıkıdı. Acayip işler bir tane mengiz yok. Kızlı iş kelimatı da! Çapsa mükül ola! Ulan kelimatı da! Rasmaracım. Ulan kelimatı da! Çapsa mükül ola! O degen kızıl it kandak nerse? Ben bilmem, o top oynaşını bildiğin işte. Ha? Oldu qılыңlar, ahvalımız xatarlik. Kadarlık? Apam batırsa nimeden kokattık? Konda kadar bu. Qızıl iş degen bir top qabih qatil. Ular bizni tepib olsa o'ltirib yetidi. Ular hech kimni o'ziga tan qilmaydi. Bek shafqatsiz. Sizlar darhol qaytib ketinglar. Beri ko'pchiliklar maslahat deshinglar. Men mangdim. Biz xatarga duch keldik. Qizil ish o'rmoniga qarab kelib yetibdi. Qizil ishtkaz biz qandoq qilamiz? O'zimizni qo'g'daymiz. To'g'ri. Ular ham ko'p, ham vahshiy tursa. Baro, qo'rqotamsa? Kızıl it, pek vahşi. Amal tepişimiz gerek. To'g'ri, taktik ishlatishimiz kerak. Toğra! Dikkat! Ulan kelimatı da hazırlayıp gelin da! Ular kelsa, qandoq qilamiz? Mükib olamizmi? Avval ballarning g'amini qilaylik. Biz müküvelib, ularning ziminimizni oyoq osti qilishiga yo'l qo'ysak bo'lmaydi. Qat'iy elishishimiz kerak. Ballanımı oylasak boludu. Ular bizning yardımımızga muhtaç. To'g'ri, avval bolalarning bexatarligini o'ylashimiz kerak. Yen nimani muzokiralashimiz? Darhol harakatlanaylik. Bo'linib harakatlanaylik. Chapsan bo'laylik. Avval ballarni yushirib qo'yishimiz kerak. Rajib, yana bir qarab baq. Yangi ahvol bo'lsa darhol menga xabar qil. Ma'qul!
Köpçülük xətlərindən qutulub getgeydi. Kiçiklər, tini acizlar, bu ınkırıqı kırmızı ola. Tez. Tez bulun ola. Bu yaxshi gap bo'ldi. Bular tez. Qandaq bo'lishidan qat'iy nazar hargiz chiqmanglar. Bimbo ikkimiz kirmay qolib qolaylik bulamdi. Simba, Bimbo. Chiqinglar, nima deyishyapsizlar? Bo'linglar. O'nkir kirib olinglar. Men kirmay ular bilan ilishiman. Elishish kaskin ham xatarlik bo'ladi. Keskin bo'g'ish qilib ular bilan ilishiman deyaptim men. Yaraysa, sen-chi Bimbo? Sen qanday qilasan, ha? Qatnashima, mana mengiz chiqdi. Ular ketmoqsin, chiqini. Vallahi kızlı işitler eleşiş oyuncular yaşamaz. Ona bek vahşi. Küçüklerini bu tini acizlerin boş kuvvetmeydi o. Bimbo, biz cho'nglar bilan birga ilishishimiz kerak. Shunda qilaylik. Qo'shildingmi? Qo'shildim. Ular o'zimizni bir ko'z qo'yaylik bulamdi. To'g'ri. Qizil eşit yaqinlik kep qaldi. Gepimizni yelib olamiz desanglar, hozirmi ulgursilar? Yo'q, men siz bilan birga turaman. Bagiro, men cho'qim botirlik ko'zdiman. Əmisə, ilişik tayarlanırlar. Bakira! Böyresini tuturup koşmamız yerdemden sondaydı o! Baro, gör, biz verip bakaylı. Sidya, sen balla bilen meşhedi kal. Biz amal bak, kızlı işten bu yan kelişin tosumuz. Fakas bununla, ha? Xotirjam bo'ling, Bagiro. Men bor. Ulan geldi, siz bulaylı. Çatsa! Ulanı tutunlar, tez! Kaçasın ki hadi. Çapsam benim kadar kılıyla tez. Ay canım. Ula pıstırma koyup da. O kumperle. Keynimizgi yanaylı. Ula. Ormanlık kırıp. Ulanı kovlaylı. Tez. Hadi Naro. Sana degen boyunca pillan haber qalattım. Ulan geldi. Bek yaxşı oldu. Ulan kadar durmasa kızıl için ötenmeyin. Qizil ishdan chekindiramadi. Ular ormonlikqa qarab bular deb boshlig'i bek yirik erkan. Bu yerdan qanchalik shiraqliqda az qoldimi? Pilla ularni tashishga tayyorlandi. Aldinglarmi? Biz xatar ichida qaptimiz. Appa, qo'rqyaptimi? Qizil ish bizni yeb ketdi, qo'rqyaptimi? Men ular bilan so'zlashay. Bo'lmaydi, Cherchi. U ishlar sana o'xshamaydi. Hey, ular keladigan bo'lsa, adibini beraman. Sen turib bizga ish chiqadi. Bek yaxşı oldu. Pilla yaraysılar. Hem de ula ötenmeydi o. Kulak seninla. Oynayıp ötünla. Ulanı tek tutunla. Ular kendi
geldi. Biz korşaldı kaldık. Temkin bol Simba. Maqul, men ilişikte tayyorlandim. Sen turup dur, men ilişer. Maqul. Bu neymiş? Qandaq ahvoling Simba? Bu qig'inim bo'ldimi? Sen mi de? Atma! Qara Simba, bir opamizni bezibopti. Cantasın bir ses kaçayım. Vaca, beni düşünmek sesek, beni düşün sesek. Semiz! Semiz tura! Hazır uxlaydigan vaqt emas! Semiz! Qol tusgan. Nurning qudrati rosa qol tusgan. Ben utuq qozondim. O'rnida tur! Nima? Simba Simba, qolsizga. Hilimi sakkab qoldim. Simba, sen qandaqla shundoq botir bo'lib qolding? U degan cho'ngayiqlar yulduzlar turkini bergan xosiyatkish. U o'ng qo'lni ko'tarishiga qizil ishlar qichib ketdi. Shundaqmi Simba? Nur degan xosiyatli kuch. Bir opa, qandoq ahvolingiz yorlanmagansiz? Men jiddiy paytda bu xosiyatli kuchni ishlatishni unutib qo'g'li to'sqaptiman. Rahmat sana Simba. Agar u xumparlar yana keladigan bo'lsa, adibini otdan berib qo'yman. Sen bek botir. Ammo yeshing kichik. Uzoqqa qolmay cho'ng bo'laman. Kalvala! Ondan qepala! Mening yuzimni to'kishdinglar! Shir, ko'zimni qo'yvatgani tas qoldi. Derhal qaytib o shumtakning advini beringlar! Bo'lmasa sizlarni qattiq jazolayman! Chopsam bo'linglar! Qo'rqmang bir opa, ular yana kelsa, men sizni qo'g'dayman.
Ular yana ketdi. Seni baş qilib o'tiraman. Qani yaqin kep yiqinglar. Keyninglarga yeninglar, bo'lmasa nur chiqaraman. U yerga shumtek. Keyninglarga yeninglar. Keyninglarga yeninglar. Qani kelmamsizlar. Yeninglar. O shumtekni ko'zga yo'qsinglar. Qani kelinglar. Qaytib ketinglar. Bo'lmasa xosiyat bilan tezorlarni qoriq qilib qo'yaman. Qaytib ketinglar. Bo'lmasa nur chiqaraman. Meni qo'yib o'tdingiz. Meni qo'yib o'tdingiz. Meni qo'yib o'tdingiz. Simba! Men keldim! Chapsan kelib meni qutuldiraman. Yaralanmazlar. Ben berip ulanı qoğulu bitey. Yo'qsiz. O'tirib kelsiz Samira. Men chun bo'lsam cho'qib sizdek. Yaxshi bo'ldi. Bakira ularni qo'g'livatdi. Bek battirgan. U kelmagan bo'lsa biz tugishatdik. Qarag'anda xosiyatli nur bikokan. O'zing yolg'iz tekkilarmaysan. Ular bek chiqgan. Biroq sening xosiyatli kuching bizning Bakira akagicha bardoshlik berishimizga yordam qildi. Rost. Mushundaqni qaytib keldinglarmi? Mushundaq bo'ladiganligiga burilib ko'zim yetgan. Noqib kalvala. Pilla! Men bilan berip jang meydanını tozalanglar. Adinaro! Men pillani baya urush bo'lganiga boshlab bordim. Yaxshi bo'pti. Xuddi sizlar ko'rgandek. Do'stlar, biz u axlatlarni tozalab yetaylik. To'g'ri deding. Qani endi eskilik qilib qilinglar-chi? Shunda ular endi eskilik qilamaydi. Ey bu chiqara. Ajab cho'nkina. Ajab suqu bu chish. Shundaq. Cho'nki. Ey, u midravatanda nima? O'lgan bo'lib yetyapti kanda. Voycha. Naqas bo'linglar. Ba'zilari o'lmagan, hushidan ketgan. To'g'ri, endi baxas emas. Rahmat sana Bakira, bizni qutuldirib olding. O'ylab bir ish qilmamsiz, og'irtivatdingiz. To'g'ri, degining to'g'ri. Avaylang sizlar tiyinlar bemorga ish chaqirtmaysizlar. Bo'ldi, chin tutib davolaylik. Yara izini dezinfeksiya qilishimiz kerak. Qizil ishlarning oldida battirlik qilgandan keyin jarohatni davolash
iştimi batırlık kılmam sen, ha? Bichara Bimbo, qizil ish bilan ilishganda sen ajoyib botirlik qilding, ha? Qiziq ish, kichkina mingiz bilan. Tutma. Bek og'rib ketyapti. Sana pek hevesim kirdi. Mening mingizim bo'lgan bo'lsa, ular bilan erisha olaydim. Keyingi qayta men sen boshqalardek urush qatnashiman. Simba, Bimbo, do'stlarning hammasi sizlarni yo'qlab keldi. Yaralanganlar jiq edi, olis davoladi. Sen hech nimaga qaramay meni qo'g'diding, men bek ta'sirlandim. Bu qilishga tegishli ishim. To'g'ri, yarasini deganda faqat eng botirlar xatarga qaramay boshqalarni qutuldirdi. Sizlar qaltisgansizlar. Biz bir-birimizga ilhom berib botirlarcha kurash qilamiz. Sizlar hozirdan boshlab cho'nglarda kurash qilishni o'rganishinglar kerak. Shundoq, sizlar cho'mildilar, balalarlar qoldi endi. Menga mingiz chiqdi. Har qanday xatardan qo'rqmayman. Shundoq, sen mingizing bilan o'zingni qo'g'day olaysan. Mening mingizim bo'lgan bo'lsa, Sizlar mahorat o'rganinglar. Xosiyatli kuchinglarga taynib olsanglar bo'lmaydi. Bu bek muhim. to'g'ri. Faqira qo'ng'iz ayol podshoh menga bu xosiyatli kuchni faqat jiddiy paytli ishlatishga bo'ladi degan. To'g'ri, biroq podshoyim menga shundoq degan. Ha, Biz o'rganadigan nurg'un narsa bor. Siz bizning sog'lom cho'ng bo'lishimizni umid qilasiz. Men cho'qim dadamni do'rayman. Binbomi dadasini do'raydi. ishqinglarning dadisi bu gapinglarni anglasa cho'qim xo'shal bo'ladi. Kelgusdagi podshoh cho'qim mushundoq bo'lishi kerak. Men sizlarni taqdirlash uchun keldim bolalarım. Ikkinglar qaltis botirlik ko'rsatdinglar. Biroq shuningga diqqat qilinglarki, botirlik bilan qaramlik bir gap emas. To'g'ri deding, ba'zida ularda qaramlik qiladi. Bu bir narsani tushuntirdi. Nimani bizga dod bering, ha? Gap topadiganlar hamma yerda bor. Bu qatimqi dahshatli urushdan keyin u ikkisi o'smirlik davri bilan xo'shlashib, cho'nglar dunyosiga qadam bosdi. Podshoh bo'lish uchun Sinba bilan Binbo yana nurg'un bilim o'rganish kerak edi. Ular bo'ri opsi ham do'stlarining yordamida sog'lom cho'ng bo'la olamdi. Sinba bilan Binbo podshoh bo'lgandan keyinmi billi o'talamdi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.